Respublikasi To'rtko'l tumanidagi bu video murojaat nechanchi marotaba chiqishi shunga qaramasdan hal bo'lmaydi. Birinchi muammo svetofor yonidagi mana shu liniyaga qatnaydigan Damas'larning turishi, mana ko'rib turganingizdek vaziyat, bu yoqda ham, bu yoqda ham. Ikkinchisi esa avtobus masalasi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengashiga ham murojaat qilinishiga qaramasdan bu vaziyatni hech kim nazorat qila olmayapti. Transport vazirligi ichki ishlardan xodimlarni kelib turib bu yerda bir kunlik reyd qilishida hech qanday ma'no, mantiq topilmaydi bu yerda. Sababi ertasi kuni yana xuddi o'sha vaziyat takrorlanadi. Xo'sh, Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengashi hatto bu vaziyatni qo'lga ola olmayotgan bir vaqtda bu yerni kim hal qila oladi degan savol qayta tug'ilmoqda va bunday vaziyatni qaytaranishiga yana kimlar aybdor bo'lmoqda degan savollar tug'iladi.